Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun sizlarga oxirgi yillarda urfga kirib borayotgan gipsokarbon yopishtirish haqida to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Bu yil gazoblok bo'lgan, gazoblokka sovuq qilmasdan birdaniga gipsokarbon yopishtirishyapti. Shunda ham tez 2-3 ish birdaniga ish ketadi. Shular haqida to'liq ma'lumot beramiz. Qani bo'lsa ketdik. Hozir bu yerda uyda gazimizni yopishtirib olyapti. Suvoqchilarga nom bermayapti. Hozir nima deysiz? Qanday keldi bu fikr sizlarga yopishtirish? Bu fikr akamdan keldi. Biz shu vaqtlar bilan gaplashsak, bitta xona mana shu zalimiz 2,5-3 millionga borar ekan. Gipsokarbonni surishtirib so'rasak, ko'proq olganimizga 35,5 mingdan berdi. Akam o'zining ideyasi bu gazoblokka birinchi gruntovka chashdi. Undan keyin kafir kilidi plyuzarni travertin chachish qilib, sivyaskaga bir-biriga ushashga kafir kilid chashdik. Undan keyin bu gipsokarbonni orqasiga yarim qopga borib olmaydigan rotbin suyultirib chiqarib shuni yopishtiryapmiz. 1 kvadratda shunda hisobda 15 mingga boryapti. Shu vaqtlarga aytadigan bo'lsak, 1 kvadratini 40 mingdan 45 ming, 35 ming. Naglazga 35 ming dedi, mayakka 40 ming dedi. Endi bizda ob'yom katta, etajlik uchun biz hisoblasak qimmat tushdi. Endi shu arzon. Endi hozir suvoqda hisoblaydigan bo'lsak, kamida 1 kvadratga 2 ming rotmi ketadi. 600 so'mdan olganda 12 ming so'm ketadi. Agar 40 ming so'mdan foiz beradigan bo'lsa, 60 ming so'mlarga chiqar endi. Fond nima bo'ladigan bo'lsa. 3 kvadrat bo'lyapti-da, unda shu. Agar suvoq hisoblaydigan bo'lsak, 40 ming suvoq beradi, 40 ming 45 ming. Endi bunga bir hech bo'lmasa 10 mingdan 15 minggacha rasxos ketadi. 50 ming 60 ming so'm o'rtasida chiqar ekan suvoq qiladigan bo'lsak. Endi gipsokarbon yopishtiradigan bo'lsak, gipsokarbon bittasi 3 kvadrat bo'ladigan bo'lsa, usta bilan gaplashganimizda 15 ming kilo ketyapti dedi. Hisoblaganimizda общий kvadrati 1 kvadrati 15 ming so'm tushyapti. 15 ming. 15 ming so'm tushyapti. 3 kvadrat 45 ming so'm tushyapti. Shunda usta haqqini o'ziga 3 kvadrat bitib ketyapti. Bo'lsa ijara yonidan bitta video qilib beramiz. Do'stlar, bu yerda devorda qanday tayyorlangan kelgaslarga bir qator ko'rsatib o'tamiz. Albatta, har bitta ishni boshlashdan oldin gruntovka qilinadi. Sababi devor chang bo'ladi, boshqa bo'ladi. Bir qator changlardan tozalanib, ustiga qilingan narsa yopishish uchun gruntovka birinchi uriladi. Gruntovka qilgandan keyin ustamiz kafe kiledi qo'lini tortib bo'lmadi-da, o'zi traktor chakamiz, qaranglar, degan qaranglar. Mana bu ko'rsanglar traventinga o'xshatib turib, buni traventinda pulsatorida sepgan buni. Hapyor deb qo'yadi. Hapyorda bir qator kafe kiledi sachib olgan. Gruntovka qilib turib, hapyorda kafe kiledi sachib olgan. Sababi mana bu gazoblogimiz bilan gipsokarbonimiz yaxshi siyosga bo'lish uchun. Undan keyingi etapida bo'ladigan bo'lsa, yaxshi sifatli rodbin bilan shunchaki kafelterga singari terkidyapti. Endi hozir ko'pchilikda savol bo'lishi mumkin, po'kkilar qoladi, paqqalar qoladi degan. Bu yerda splashnoy klient ortilyapti. Shuni hisobiga hech qanaqada po'kkilagan, pulpillagan, po'kkilar hech qanaqa ovoz chiqmaydi. Sababi bu yer urban ko'rsin, ushlab ham bu yerda sababi blokni yopishtirilyapti. Hamma joyga kley rodbin borganligi uchun hech qanaqa pulpillagan ovoz chiqmaydi. G'ish urgan ustaga ham bog'liq-da, keyin aka. G'ish tekis kelsa, gipsokarbon cho'tga yopishadi. Unda po'kkilagan, bunaqa sinib ketadi, boshqasi yo'q. Bu deyarli keyingi ishga tayyor ekan. Qaranglar, shunda oldindan aytyapti. Bu fillarni yopamiz deyapti. Nima yopishtirib? Ha, fillarni yopib turib, Serbiyan bilan fillarni yopamiz, birdaniga yopishtirib olamiz deyapti. Endi bu shunda suvoqchilar, maliyarchilar boshqa ish istasa bo'laverar ekan. Birdaniga qaranglar, zo'r ketyapti. Endi buni 1 kvadrat 15 ming so'm tushar ekan. Hozir bunisidan 2 sloy uradigan bo'lsak, bu sloyni bir sloydan qo'ldan tortamiz desak, yana qimmat bo'lib ketadi. Keyingi etaplarda ham arzon tushar ekan. Shunaqa ham Ramoy aplikasi chiqyapti-da, deyarli. Xohlagan odam bu chakini yopadi, xohlagan odam mana shu glatni finishini urib yuboradi. Endi ustida aboy tortib. hozir odamlarda savol paydo bo'ladi. Buni yopishtirib qo'ysa, xo'p, ertaga tushib ketmaydimi? Samolyot olib qo'ymayapsizlar, nimaga samolyot olib qo'ymayapsizlar? Ustalar so'rayapti, nimaga samolyot olib qo'ymayapsizlar hech bo'lmasa? Osilib ko'ring, mana buni kecha qatirilgan. Kecha bo'ldi? Kecha. Buni bozlasam, ha. Demak, samolyot shart emas. Samolyot shart emas. Har zamonda bitta qatiriladi, tagi samo, tagini bitta istashganimiz jinni no tekisligining sababi samo ora ochilib qolgan taqdirda loyihani suramiz bir-biriga. Shunda bitta urib qo'yiladi, ba'zi joylarda bor, istasangiz chiqadi. Ana u orqada bitta samolyot bor ekan. Ana o'sha bir donni ushlab turib. Qolganida yo'q. Do'stlar, qiziq bo'lishi mumkin. Bu usulda faqat gazoblok yopishtiramizmi deb. Yo'q, nafaqat gazoblok. Pishgan g'ish bo'ladimi, xom g'ish bo'ladimi, paxsa bo'ladimi, yo bo'lmasa shlaka bo'ladimi, bu turdagi devorlarga yopishtirsa bo'laveradi. Ko'ringiz bo'lmasa bir ikki joydan samolyot tortib qo'ysangiz, xom g'ishlar ham ushlab qoladi, yaxshi ushlab qoladi. Keyin gazoblok yaxshi tomoni, mana gipsokarbon yaxshi tomoni, issiqda yaxshi ushlab beradi bu narsa.
Buning orasida kameralar bor. Vakuum hosil qilib issiq dush berishga yordam beradi. Sababi bu ariyasi bor buni ham. Qo'yingki, issiq dushashga ham yaxshi foyda beradi, ham cho'ntag bo'ladi. Tavsiya qilamiz. Bu usulga bemalol o'tib, foydalansanglar bo'laveradi. Suvoqchida boshqa ish istasa ham bo'laveradi. Video yoqqan bo'lsa, videodan like bosib, do'stlarga jo'natib qo'yishni unutmaymiz. Izohlarda o'z fikringizni qoldiramiz. Kanalda juda ham ko'p foydali videolar bor. Obuna bo'lishni unutmaymiz.